Assalomu alaykum. Qanday qilib siz mahsulotingizni oddiy rasmdan shu ko'rinishdagi professional dizaynga o'tkazib Instagramga joylashni o'ylab yuribsizmi? Bu uchun atigi 5 soniya vaqtingiz ketadi va bu mutlaqo bepul. Demak, boshladik. Birinchi navbatda Ustoz Mahmud kanaliga kirib, post yasovchi dasturni kompyuteringizga o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, o'rnatish jarayonini boshladik. Next tugmasini bosamiz. Next tugmasini bosish orqali va install tugmasini bosish orqali kompyuteringizga post yasovchi dasturni o'rnatib olasiz. Va dasturni ishga tushirasiz. Ana endi dastur ochilgandan so'ng o'z biznesingiz nomini, mahsulot nomini, narxini va telefon raqamini va ixtiyoriy chegirmani kiritishingiz mumkin va undan tashqari o'zingiz xohlagan rang va dizaynni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi va mahsulotingiz rasmini bu dasturga joylashingiz kerak bo'ladi. Rasmni joylaganingizdan so'ng post yaratish tugmasini bosasiz va sizga dastur shunday ko'rinishda dizaynni tayyorlab beradi va ixtiyoriy ravishda buni saqlab qo'yasiz va Instagramga joylashingiz mumkin bo'ladi.